Mana shu bolada 5 ta noodatiy xulqni tezlik bilan sanang. Siz ajrata olasizmi? Insonga qarata chapaklarni chalishi, qo'llarini qarsillashishi sababsiz. Soqol o'ynashi. Autizm diagnozidagi bolalar kindik o'ynaydi, qorinni o'ynaydi, soqol o'ynaydi, soch o'ynaydi. Ahamiyatli bo'lamiz. Aynan bu bolada soqol o'ynashi. Bolada kitayskiy rech ovozlarni chiqarilishi va vokal ovozlar hisoblanadi. Bu uyo ovozlari noodatiy ovozlar bo'ladi. Tishlarni g'irchillatishi, erkak kishini yaxshi ko'rishi va quchoqlab o'pishi. Aynan autizm diagnozidagi ko'p bolajonlarimiz erkak kishini yaxshi ko'radi, quchoqlab o'pishni yaxshi ko'radi, ularga ko'proq yopishadi. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, ular o'yin ko'nikmasiga to'g'ri kirisha olmaydi. Mana shunaqa yopishib, har bir tana a'zosini bitta o'ynab, tikilishi va yuzini yuziga to'g'rilab qaratishlari bo'ladi. Agarda sizni farzandingizda ham noodatiy xulqlar bo'layotgan bo'lsa, albatta mutaxassislarga murojaat qiling. Biz logo bilim jamoasi aynan bunaqa diagnozdagi bolalarning xulqini to'g'irlash uchun yordam beramiz.